boğa ma bolkini yasashni yutib qo'yma do'stlar. Haqsiz yurganlar bagash ko'ringlarjimi? Ballariңlar bak xo'shib ketadi. Ish qilib mani ballarimiz emas, cho'nglarni bak yaxshi ko'rib yeydi, pishirish bak oson. 6 tal tuxumga 150 gram shekan qo'yib oldim. Andan 2 gram atrofida podafon qo'yib lan bunu shunaqda danjerimizda. Oqqog'icha mana shu holatda ko'p turib olamiz jumi do'stlar. Andan tayyorlab olgan unimiz yana 200 gram. Unimizni sap bak yengil holatda elashtirib olamiz. Bak qattiq elashtirib olsak, ma u ko'pgan qismi yenib ketadi jumi. Mana shu holat kelgan vaqtida do'stlar, kavshangni tayyorlablamchu ko'panimizga mushunda quyiblam. Bu sal quyuqroq bo'ldi emasmi? Tekshirib olgandan keyin kavshang silib, osti usti 180 gradusda 20 minut atrofida pishar saqlam tayyor bo'ldi. Endi buni birdan muzlatib olish uchun qo'yib qo'yamiz. Ondan o'zinglarning uchun mushtaq tugilak bilan o'lcham qiliblam buni mushtaq tugilak holatda kesib olsanglar bo'ldi do'stlar. Meningki mana 3 talloq chiqibdi jumi. Ondan eshib qolgan qismini tashlab o'tmaymiz-da. Buni mushtaq ezadigan mashinamizda ezib tayyorlab olamiz. Endi mana eng payziri keldik jumi. Seriq may, tuzsiz seriq maydan azroq shika andan dana yo'ni qo'yib, bularni mushqilalarda ko'p turib olamiz do'stlar. Andan bolkimizning birsini ap buni yaxshi mushqilalarda suyib olgandan keyin yana birsini yepiblam. Buning oldi keyni mushtaq yanlarg'imi qaymoqimizni tekshi suykaymiz jumi do'stlar. Andan bayaqiliqi bolkining uvuqiga milisaklam tayyor bo'ldi. Mao yasashmi shunchalik oson do'stlar. Uningda mening ta'mi vahshiy payzi jumi ish qilib men bak yaxshi ko'rma. Bo'lma degan oyda bir vaqtim bo'lsin bolalarimga uyda pishirib berma. Sizmi o'rganib oldingizmi? O'rganib olgan bo'lsangiz-chi, uyda cho'qim bir pishirib beqing jumi.